do'sting bo'lsa-yu hojatingni chiqarmasa, namozga tahorat qilganday tahorat qilganda tikka turib 4 takbir aytib janozasini o'qib qo'yavergan. O'sha hojatini chiqarmasa qanaqa do'st bu? Do'stini hojati uchun fidokorlik qilmasa qanaqa do'st bu degan gapni boshqacha uslub bilan aytilgan. Do'stni hojati chiqarish deganda faqat shaxsini emas, oilasi, bola chaqasi, unga ergashgan kishilarni ham hojati shu do'stiniki bo'ladi, shuni chiqarish bo'ladi. Ba'zi azizlar do'sti o'tib ketganidan keyin, vafot etib ketganidan keyin 40 yilgacha haligini oilasini xizmatini qilib yurganlar bo'ladi. Xabar olib. Do'stini o'limidan 40 yil o'tguncha do'stini, oilasini hojatini chiqarib, xizmatini qilib, yordam berib yurganlar bo'lgan. Ana bu haq ham do'stlarni haqlaridan bir haq. Buni demak insonlar, do'stlar yaxshi bilishi kerak. Mana shunga o'xshagan amallarni qilsagina do'stlarga haqiqiy bo'ladi. Do'stining haqqini o'zini zimmasidan soqit qilgan bo'ladi.